Shu dorilarni tezda bera oling. Onam operatsiyaga kirib ketyapti. Juda zarildi. Bo'ldi, aka. Hop. Tezroq bering. Hop, hozir. Iltimos aka. Hop. Aka, necha pul bo'libdi dorilar? Hisoblab bering. Aka, sizdan 800 ming so'm bo'ldi. Aka, mana 400 ming so'm pul. 400 ming so'm bir soatda tashlab chiqib ketaman. Onam operatsiyadan chiqsin. To'xtang, birodar. Oldin pulni to'lib qo'yib qo'ying, keyin olib ketasiz. Operatsiyadan chiqsin onam. Menga qara. Senaqalarning ko'pini ko'rganman, tushundingmi? Oldin pulni berasan, keyin dorini olasan. Senaqalarning nechtasini ko'rganman. Keling, opa. Alo. Ha? Qaysi kasalxonada? Hozir yetib boraman. Doktor, assalomu alaykum. Onam ahvollari yaxshimi? Hammasi. Hakim va farzandimiz? Ha. O'zingizni bosing. Hammasi yaxshi. Rostana, doktor, sizda o'lguncha qarzdorman, doktor. Yo'q. Minnatdorchilikni, rahmatni menga emas, ona ukamizga bildirasiz. Ashu bola o'z vaqtida olib kelganligi uchun onangizni hayotini saqlab qoldik. Rahmat sizga, doktor. Sog' bo'ling. Gaplashamiz. Aka, sizga katta rahmat. Onam hayotini saqlab qoldingiz. Sizdan o'lguncha qarzdorman, aka. Qiyomatligim bo'lib qoldingiz, aka meni. Aka, nima deganingiz bu? Axir insoniylik burchimiz bu. O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam, mensimasdan qarar ko'z qirdan. Sezmay qolaman aldaydi odam, qo'rqmaydi harom non yer hiyladan. Assalomu alaykum, uzr kech qoldim. To'xta, o'zi kech qolding. Boshlarni ham bezovta qilmasdan. O'tir joyingga. Asli o'tir, joyida egasi bor. Sen nima deyatding? Xo'jayin, siz boshliq bo'lganingizdan beri ishlab chiqarish 2-3 barobarga oshdi. To'ppa-to'g'ri. Xo'jayin, siz rahbar bo'lgandan beri Qozog'istonga, Xitoyga eksportlarimiz ochildi. To'g'rimi Abbosxon? To'g'ri, oldinga nisbatan oyligimiz pastroq. Lekin biz sizga ishonamiz, oyligimizni ko'tarib berasiz. Xo'jayin, o'rin bormi? To'g'ri. Bo'lar. Hammani ichida bo'lar zo'r. Vaqt Bo'ldi jon, sen aytgan joyga boramiz. O'zani. Uzroma. Yelkalik qilding-a? Havas qildik. Havas qilding? Havas qilgan, lekin hasad qilmading. Bo'lar, men ham gapingizni so'z beraman sizlarga. Kecha menda bo'lgan amal, bugun senda. Mayli. Atrofingdagi mo'novlaganlar hech kimga vafo qilmaydi. Qaysi qozonda tagida olov bo'lsa, o'shanga xizmat qiladi. Vafo qilmaydi. Unutma shuni. Bu amal vaqtincha. Atrofda